Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz juda dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Siz o'zingizga kerakli savollarga javob topasiz. Sirtqi ta'lim bekor qilindimi? Endi qanday o'qish mumkin degan savol ko'plab abituriyentlarni qiziqtirmoqda. Sirtqi ta'lim rasmiy ravishda tugatildi. 2025-yili 5-may kuni prezident farmoniga binoan sirtqi ta'lim bosqichma-bosqich bekor qilinmoqda. Uning o'rniga zamonaviy ikki ta'lim shakli joriy qilinadi. Part-time ta'lim, masofaviy, ya'ni onlayn ta'lim. Shu bilan birga 2025-2026 o'quv yilidan boshlab sirtqi ta'limga yangi qabul to'liq to'xtatiladi. Buning o'rniga kechki, part-time va masofaviy shakllar uchun qabul kvotalari oshirilmoqda. Ammo bu kvotalar ham aniq tartib bilan chegaralangan. Misol uchun, har bir yo'nalishda part-time yoki onlayn shakldagi qabul kunduzgi yo'nalish qabulining 50% dan oshmasligi belgilangan. Endi sizda part-time ta'lim shakli nima va qanday degan savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu aynan ishlayotganlar uchun mo'ljallangan ta'lim shakli hisoblanadi. Darslar qisqartirilgan va aniq reja asosida o'tiladi. Talabalar haftaning ma'lum kunlarida darslarga qatnashadi. Bu ta'lim shaklida ish va o'qishni muvaffaqiyatli uyg'unlashtirish imkoniyati mavjud. Ya'ni bu sirtqi emas, kunduzgi ta'limning moslashtirilgan qulay varianti. Part-time shakli kredit modul tizimi asosida maqbullashtirilgan, zamonaviy, moslashuvchan va rasmiy asosda o'tiladi. Masofaviy, ya'ni onlayn ta'lim esa kengaytirilgan va rasmiy ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Bu ta'lim shaklida internet orqali darslar olib boriladi. Istalgan joydan o'qish imkoniyati mavjud. Ish, oila yoki boshqa majburiyatlar bilan birga o'qish mumkin. Dars materiallari doimiy onlayn taqdim etib boriladi. Bu ayniqsa viloyatlarda yashovchi yoki band insonlar uchun qulay va samarali yo'l. Masofaviy ta'lim so'nggi yillarda butun dunyoda standartga aylangan. Endi O'zbekistonda ham bu model asosida uzaytirilgan, tanlovga asoslangan o'qish imkoniyati yaratilmoqda. Diqqat qiling, part-time va masofaviy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kvotalar cheklangan. Masalan, agar kunduzgi ta'lim yo'nalishlariga 100 nafar talabani qabul qilish rejalashtirilgan bo'lsa, part-time yoki onlayn ta'lim shakliga endi ko'pi bilan 50 nafar abituriyent qabul qilinadi. Shuning uchun hujjat topshirishda imkon qadar ertaroq harakat qilishingiz tavsiya etiladi. Bundan tashqari, endilikda magistratura bosqichida ham part-time va masofaviy o'qish imkoniyati mavjud. Bu ilmiy va pedagogik kadrlar tayyorlashda yangi davrni boshlab beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ishlaydigan talabalar uchun sirtqi ta'limga muqobil ravishda yangi onlayn va part-time ta'lim turi tashkil etiladi. Shu sababli sirtqi ta'lim tugatilgandan hech ham xafa bo'lmang. Oliygoh.uz YouTube kanali sizga foydali videolarni uzatishda davom etadi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Agarda sizda ta'lim sohasi bo'yicha yana biror savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.